Mana mushundaq keskin paytda Hazrat Umar: "Ey Abu Bakr, qo'lingni och. Men sana bay'at berma. Bu o'ringa sen loyiq. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning xalifasi, ya'ni tunji izbosari sen bo'lgan" deb Hazrat Abu Bakrga bay'at berdi. Mana bu ig'vogarlar shu vaqtdagi islomning dushmanlari bo'lgan Farislar, Yahudilarga yaxshi bir fursat yaratib berdi. Yahudi va Farislar va undan boshqa butun islom dushmanlari aynan shu isyonchilarni qo'llaydi, ularning keyinda turadi va o't yoqadi. Neticede bir top qo'shin Hazrat Osman Qur'on o'qiyotgan vaqtida uyga bosib kirib, Hazrat Osman fasayakfikahumulloh degan mush oyatni o'qiyotgan vaqtida Hazrat Osmonni shahid qilib o'tdi. Biz ilgirki dersimizde o'tganimizda Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam'a 40 yaşında vahiy kelgandan tatib ta vafot bo'lguncha, ya'ni 63 yoshgacha 23 yillik hayotida faqat va faqat mushu insonlarningki do'zax kirib ketmasligi, o'zining ma hayotga nima uchun kelganligini bildirish, shundaqla o'lgandan keyin nega bordiganligini bildirishdan iborat. Bu insoniyatning baxti uchun nurg'unlagan aziyatlarni chekib, nurg'unlagan badallarni to'lagandan keyin milodiya 632-yili 6-oyning 8-kunisi vafot topadi. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamning vafoti uningga ishongan, uningga ergashgan hamrohlarga nihoyat ig'ir keladi. Chunki ular Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamni yaxshi ko'radi. Shundaqla Rasululloh Allohning elchisimi o'landi deganga o'xshagan bu xil xiyollarga kelib qolgan edi. Hazrat Abu Bakr radhiyallohu anhu: "Va ma Muhammadun illa rasul." Muhammad faqat bir elchi, ya'ni Allohning buyrug'ini, Allohning vazifasini topshirib olgan, uni kishilarga yetkazish vazifasini ustiga olgan bir elchi. U xuddi ilgirki payg'ambarlar o'lganga o'xshash o'ladi degan bu oyatni o'qish orqali sahobalarni o'ziga keltiradi. Sahobalar o'ziga kelib bo'lgandan keyin Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamning vafotini qabul qiladi. Rasulullohning vafotidan keyin Rasulullohning o'rniga, ya'ni musulmonlarning yetakchilik o'rniga kim chiqadi degan bu masala bo'ladi. Hatto Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam vafot bo'lib shu kunisi Madinalik sahobalar Madinaning kattasi, ya'ni xo'jayini bo'lgan sahoba Sa'd ibn Ubadning hovlisiga to'planib, endi mushu Madinaning cho'ngi Sa'd ibn Ubada bo'lgandan keyin mushuninga bay'at beraylik, Rasulullohning o'rniga mushu chiqsin degan maslahatlar bo'lishadi. Bu maslahat Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar, Abu Ubayda ibn Jarrohga o'xshash buyuk sahobalarga yetgandan keyin darhol ularning qishig'i boradi. Va ularga islomning 23 yillik hayoti mukammal bo'lganligi, Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam Madinaga kelgandan keyin faqat 10 yil turganligi, ya'ni Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamga o'rin bosar bo'lgan kishining cho'qim muhojirdan, ya'ni islomning 23 yillik hayotining hammasiga shohid bo'lgan, islomni to'liq ko'rgan mana shunday kishiningki bo'lish kerak ekanligini o'ttirib qo'yib tushuntiradi. Ular buni qabul qiladi. Vaziyat nihoyat jiddiy. Kishilar Sa'd ibn Ubadaga bay'at berishga tayyor bo'lgan. Mana shunday keskin paytda Hazrat Umar: "Ey Abu Bakr, qo'lingni och. Men sana bay'at berma. Bu o'ringa sen loyiq. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning xalifasi, ya'ni tunji izbosari sen bo'lgan" deb Hazrat Abu Bakrga bay'at berdi. Keyindan Abu Ubayda ibn Jarroh berdi. Keyindan boshqa ansor va muhojir sahobalar shu hoylada, shu kengashdilar Hazrat Abu Bakrga berdi. Ya'ni Hazrat Abu Bakrning xalifa saylanışı oldin urunlashtirish bilan bo'lgan emas. Ansarlarning xalifa saylanib qolgan vaqtida shu so'ringa berib jiddiy keskin bir paytda bo'lgan edi. Shuning uchun bu so'ringa Hazrat Ali o'xshash ba'zi sahobalar qatnashga ulgurmagan. Degan, ya'ni seshanba kuni degan chala qolgan sahobalar Hazrat Abu Bakrga bay'at berdi. Ammo Hazrat Ali va bir qism sahobalar bo'lsa azroq xafa bo'ladi. Chunki bu xalifa ishi nihoyat cho'ng ish. Buni maslahat bilan oldirmay qilishimiz kerak edi deb qaraydi. Ammo Hazrat Abu Bakr va Hazrat Umar Hazrat Aliga bu ishning bir keskin jiddiy holatda bo'lib ketganligini aytib tushuntirgandan keyin Hazrat Ali Hazrat Abu Bakrga bay'at berdi. Musulmonlarning hammasi Hazrat Abu Bakrga bay'at bergandan keyin, ya'ni musulmonlarga bir bosh saylangandan keyin Peygamberimiz Muhammad alayhisolam yuyib, tarilib, kipallanib dafn qilindi. O'ylab baqaylik. Allohning payg'ambaridek mushundaq bir ulug' zot vafot topgandan keyin ular eng avval payg'ambarimizni dafn qilib o'tayli demasdan, eng avval endi muhim qildigan ish musulmonlarga bosh saylash dedi. Chunki musulmonlar bir kun boshsiz tursa, ular bilinib ketadi. Chunki boshsiz kishilarni insonlar buzoq qiladi. Qarab baqadigan bo'lsak, bugungi kunimizda musulmonlarning beshi bo'lmaganligi uchun dunyoda kofirlarning hammasi degudek musulmonlarga zulm qilyapti. Shuning uchun sahobalarning nazarida musulmonlarning boshsiz qilishi, bosh bo'lmasligi nihoyat xatarli ish edi. Shuning uchun payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamni dafn qilish, bir bosh saylash, Hazrat Abu Bakrga butun kishilarning bay'at qilib bo'lishini saqlab 3 kun kechikib ketdi. Ya'ni payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam dushanba kuni vafot topadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning janoza namozi chorshanba kuni kech, ya'ni kechida sho'lib dafn qilinadi. Buningdan biz musulmonlarning bosh saylash, bir boshning atrofiga o'yishning naqadar muhim ekanligini ko'ra olamiz. Hazrat Abu Bakr nihoyat oq ko'ngil, yumshoq kishi edi. Ya'ni Hazrat Abu Bakrningki jamal, ya'ni go'zallik, yumshoqlik tarafi bir oz gavdlangan edi. Bu sababdan ba'zi kishilar Hazrat Abu Bakrga isyon qilishga boshlaydi. Yana bir bo'lak kishilar payg'ambarimiz vafot topdi, endi zakot bermasak bo'ladi deb shundaq zakotni inkor qiladi. Atrofdan ba'zi kishilar, ya'ni
Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın ahirki davrida islom coğrafiyasi kuchlangandan keyin mushundaq majburiy holda bo'ysungan musulmon bo'lgan kishilar dindan yenib oladi. Shundan bilan birga taraf-tarafda isyonlar bosh ko'tarishga boshlaydi. Hazrati Abu Bakrning bu yumshoq tarafi shu vaziyatning taqozosi bo'yicha keskin bir holatga o'tadiki, hatto zakot bermaymiz degan kishilar qarshi urush ochmoqchi bo'ladi. Bu vaqtda Hazrati Umar: "Ey Abu Bakr, bular zakot bermagan bilan lekin namoz o'qiydi-ku" degan vaqtda Hazrati Abu Bakr: "Ey Umar, namoz bilan zakotni farqlantirgan kishiga men urush ochaman" degan. Ya'ni namoz qanday muhim bo'lsa, zakot shundoq muhim. Bu zakotni inkor qilish kufr g'abardiganligini Hazrati Abu Bakr mana shunday vaziyatda keskin o'tirib qo'ygan va ularga urush ochib, ularni bo'ysundirgan. Shundaqla atrofdagi isyon ko'targan murtadlarga, ya'ni dindan yenib olgan kishilarga taraf-tarafga askar yurish qilgan. Hazrati Abu Bakr 11 tarafga qo'shin avatib, buning ichida 9i nihoyat mag'lub bo'lib bo'ysunadi. Ammo qolgan 3i bo'lsa nihoyat kuchli bo'lg'achqa, ular bilan bo'lgan urush xil uzunga suzildi. Bo'libmi Musaylimat ibn Kazzab qilib bo'lgan yurish nihoyat uzunga davomlashadi. Chunki uning qo'shini 40 ming edi. Musulmonlarning qo'shini bo'lsa 12 ming edi. Ammo eng oxirida Vahshiy radhiyallohu anhuning Musaylimat ibn Kazzabni, men payg'ambarga da'vosi qilgan bu Kazzabni o'ltirish bilan qo'shini tarmar bo'ladi. Shunday qilib Hazrati Abu Bakr payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning keyin bosh ko'targan siyosiy bo'linish, shundaqla ideologiya jihatdagi bo'linishning oldini oladi. Hazrati Abu Bakrning boshqa tuhfalarini tilga olmasakmi, mana shu payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning keyingi kishilarning siyosiy jihatda bo'linib ketishi, shundaqla islomni ideologiya jihatda bo'lib o'tishini saqlab qolganlik tuhfasi hammani besib tushadi. Chunki har qanday bir yo'lboshi vafot bo'lgandan keyin mana shu ikki xil xirsga duch keladi. Birisi siyosiy jihatda bo'linishga duch keladi. Yana birisi bo'lsa ma'naviy jihatda, ya'ni ideologiya jihatda bo'linishga duch keladi. Dal payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning keyin shunday bo'lgan. Siyosiy jihatda isyonlar bosh olgan, shundaqla islomni parchalab zakot bermaymiz deydigan kishilar maydonga kelgan. Hazrati Abu Bakr o'sha ikkilasining hammasini bostirgan. Ondan keyin Hazrati Abu Bakr payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam hayotining oxirida Usamani qo'mondan qilib avatgan qo'shinni Rim tarafga mang'izdi. Lekin ba'zi sahobalar: "Ey Hazrati Abu Bakr, hozir atrofdagi isyonlar endi besiqdi. Buni sirtqa yurish qilg'izmasak, chunki atrofdagi isyonlar qaytadan bosh ko'tarishi mumkin" deydi. Ammo Hazrati Abu Bakr: "Men payg'ambar alayhissalom yo'lga solgan qo'shinni chekindirmayman" deb yo'lga soladi. Darvaqa bu qo'shin Sham tarafdagi Rim imperiyasining qo'shinidan urush qilib g'alaba bilan qaytib keladi. Sirtqi dushman bilan urush qilib g'alaba bilan qaytib kelganligini ko'rgan atrofdagi isyonchilarmi Muhammaddan keyinmi musulmonlar texnik kuchini saqlab qilig'liqkan deb besiqib qoladi. Ichki vaziyat muqimshigandan keyin Hazrati Abu Bakr taraf-taraflarga qo'shin avatadi. Misrning atrofidagi ba'zi shaharlarni fath qiladi, Shamning atrofidagi ba'zi joylarni fath qiladi, Qibrismi shu vaqtda fath qilinadi, Makka bilan Madina orqali yangidan yo'l silinadi. Qur'onni to'plash, ya'ni Qur'on parcha-parcha tirga yozilgan, parcha-parcha holatda edi. Hazrat Umarning tavsiyasi bilan Hazrat Abu Bakrning davrida Hazrat Abu Bakrning buyrug'i bilan Qur'onni jamlash xizmati boshlanadi. Hazrat Abu Bakrning xalifalik davri 2 yil 3 oy davomlashgan bo'lib, mush qisqagina vaqt ichida mana shunday tuhfalarni qo'lga keltirdi. Hazrat Abu Bakr Hijriyaning 13-yilisi, Jumadil oxir oyining 22-kunisi, Milodiya 34-yili 8-oyning 23-kunisi vafot topadi. Hazrat Abu Bakr vafot topishdan ilgari payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning xalifalik o'rniga, ya'ni urun basarligiga o'zidan keyin Hazrat Umarni nomzod ko'rsatib vafot topadi. Boshqa sahobalarmi bu o'ringa Hazrat Umarni muvaffaq deb qarab uni saylaydi. Shunday qilib Hazrat Umar payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning ikkinchi xalifasi bo'ladi. Hazrat Umar xalif bo'lgandan keyin Hazrat Abu Bakr avatgan qo'shinlarning hammasini davom qilg'izdi va atrofdagi fetihlarni kengaytirdi. Bo'libmi Hazrat Abu Bakr sulhini buzgan, o'zining tavalligida musulmon bo'lgan musulmonlarni o'ltirgan Rim imperiyasiga qarshi nihoyat zo'r qo'shin tashkillaydi. Bu qo'shin 41 ming kishilik qo'shin bo'lib, bu qo'shinga Xolid ibn Valid, Amr ibn As, Abu Ubayda ibn Jarroh o'xshash nihoyat qobil qo'mondonlarni ularga qo'mondon qiladi. Bu 3 qo'mondon 41 ming kishilik qo'shin bilan Rim imperiyasi taraf qarab Yarmuk degan yerga keladi. Ya'ni bugungi kunimizdagi ummaning tavasidagi Yarmukga keladi. Rim imperiyasining 300 ming kishilik qo'shini ularning oldiga chiqadi. Shunday qilib bu ikki qo'shin Yarmukda uchrashib shiddatli urush qiladi. Bu urush 6 kun davomlashadi. Bu urushda sahobalar o'zining botirligi bilan qahramonlik dastoni yozadi. Natijada bu urushda musulmonlar g'alaba qilib 300 ming kishilik Rim imperiyasining qo'shinini keyniga chekindirdi. U davrda Rim imperiyasi zamindagi eng kuchli qo'shin edi. Mana bu shunday kuchli qo'shin ustidan g'alaba qilgandan keyin islom jo'grafiyasiga bugungi kunimizdagi Suriya, Liviya, Iordaniya, Umman qatorliq Shamning atrofidagi butun shaharlar, bugungi kunimizdagi davlatlarning hammasi qo'shiladi. Hatto Qudus va Masjid al-Aqsa shu urushdan keyin ilib bo'lgan yurishda fath qilinadi, ya'ni ozod qilinadi. Hazrat Umarning davrida Masjid al-Aqsa tunji qilib musulmonlarning qo'liga o'tadi. Shunga Hazrat Umar, ya'ni Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu Qudusning Masjid al-Aqsaning birinchi ozod qiluvchisi. Bu islom tarixida Yarmuk urushi deb atalgan bo'lib, islomning burilish nuqtasi hisoblanadi. Shu yili Hazrat Umar Sasanilar imperatori xat avatib uni islomga chaqirdi. Lekin u rad qilib qolmay, o'zining jo'g'rafiyasidagi musulmonlarga zulm qiladi, ularni dindan yenishga majburlaydi. Umar ibn Xattob Said ibn Abi Waqqasning qo'mondonligi ostida 30 ming kishilik qo'shinni hozirlab Sasanilar imperiyasiga urush ochadi. 4 kun davomlashgan bu urushda
200 ming kishilik Sasanilar imperiyasining qo'shini 30 ming kishilik musulmonlar tarafidan mag'lub bo'ladi. Shunda qilib Sasanilar imperiyasi tunji bo'lib yemirilishga qadam oladi. Nurg'un zaminlardan ayrilib qolgan Sasanilar imperiyasi mana shu Hazrat Umar ibn Xattobning ilib borgan yurishi bilan milodiy 644-yili vayron bo'ladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bishorat bergandek, u Sasanilar imperiyasininki xazinaning ishkini musulmonlar ochadi, qulpisini musulmonlar chaqadi. Va payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Madinaga hijrat qilgan vaqtida Suraqa ismli sahoba payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning keyinidan qo'g'lab kelgan tutib olish uchun payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Suraqaga: "Ey Suraqa, sen u parislarning imperatorininki tojini taqsan qandoq bo'lib ketasa?" degan. Suraqa payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning bu bishoratini anglab, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga iymon etgan. Hazrat Umarning davrida Sasanilar imperiyasining nurg'ulg'an oltin kumushlari, tojlari tugilarga besib Madinaga keltirilgan. Mana bu vaqtda Hazrat Umar Suraqani deydi. Suraqa bo'lsa qirib ketgan edi. Hazrat Umar uni chaqirtib kelib, uningga xuddi payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bishorat bergandek Sasanilar imperatorining tojini kiydiradi. Bu vaqt Suraqa payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning bishoratini esigilib yig'lab ketadi va bu tojni bir imperatorning beshidan elib, mendek bir oddiy kishining beshiga kiydirgan Alloh paktor deb qalbi iymoniga patmay qoladi. Hazrat Umarning xalifalik davri 10 yildan ortiq davomlashgan bo'lg'achqa, uning davrida nurg'ulg'an fatihlar, ya'ni nurg'ulg'an yerlar islom jug'rafiyasiga qo'shiladi. Shuning bilan birga Hazrat Umar siyosiy va iqtisodiy jihatdan nurg'ulg'an islohotlarni elib boradi. Masalan, parislarniki divan, ya'ni davlat boshqarish andisidan foydalanib islomni ijro qiladi va musulmonlarni boshqaradi. Tarixdagi tunji xalqaro pochta ishlari Hazrat Umarning davrida maydonga keladi. Shundaqla Hazrat Umar Qohiraga o'xshash yangi shaharlarni barpo qiladi. Suvesh qonunini ochadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning masjidi, ya'ni Madinadagi haram tunji bo'lib payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomdan keyin kengaytirildi. Chunki musulmonlar nihoyat ko'p bo'lg'achqa, u masjidga ziyorat qilib borganlar patmaydi. Bu sababdan Hazrat Umar Rasulullohning masjidini kengaytirdi. Necha asr hukm surgan Sasanilar imperiyasi Hazrat Umarning qo'shin tortishi bilan vayron bo'lgandan keyin farislar ichida arablarga bo'libmi Hazrat Umar qarta nihoyat o'chmanlik saqlaydi va Hazrat Umarni qaslab o'ldirish uchun har xil planlarni tuzadi. Masalan, ba'zi farislar yolg'ondan musulmon bo'lib olib, musulmonlarning ichiga so'qinib kiradi va nihoyat tirishib ishlab ba'zi mansablarga erishadi. Ana shularning birisi bo'lsa Abu Lu'lu. Abu Lu'lu dastlabida Iroqning valisidagi ma'lum bir mansabga erishgan. Keyin Madinaga kelib, musulmonlarning orasiga so'qinib kirib olgan. Hazrat Umar bir kunisi bomdod namoz o'qiyotgan paytida Hazrat Umarning keyinidan xanjar urib, olti yaga xanjar tiqib, nihoyat ig'ir yaralantirgan. Uni tutmoqchi bo'lgan ba'zi sahobalarga xanjar urib yaralantirgan. Hazrat Umar olti yaga xanjar urilgandan keyin nihoyat ig'ir yaralanib yiqilib tushgan. Sahobalar uni ko'tarib uyga olib kelgandan keyin bir qancha kun o'rin tutib yetib qolgan. Hazrat Umar o'zining vafot topadiganligi, shahid bo'lganligini ko'ngil sezgandan keyin o'zining keng o'rinbosarlikqa 6 nafar sahobani nomzod ko'rsatib, o'sha 6sining birini tanlanglar deydi. Bu 6 nafar sahoba bo'lsa Hazrat Osman ibn Affan, Hazrat Ali, Zubayr ibn Avvam qatorliq cho'ng va jannat bilan bishorat bo'lgan sahobalar edi. Darvaqa mushu yo'nalishda Hazrat Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu 10 yildan oshgan xalifaligini oxirlashtirib shahodat sharbati ichdi. Hazrat Umardan keyin Hazrat Umar ko'rsatgan nomzodlar ichidan Osman ibn Affan xalifa bo'lib saylandi. Bu vaqtda Hazrat Osman ibn Affan bo'lsa 70 yoshda edi. Hazrat Osman nihoyat hayotchan, oqko'ngil, boshqalar qattiq gap qilmaydigan kishi edi. Hazrat Osman xalifa bo'lgandan keyin Hazrat Umar yurish qilgan qo'shinlarni yana yurish qilib atrofdagi ba'zi rayonlarni islom jug'rafiyasiga qo'shdi. Masalan, Armeniya, Shimoliy Afrikaning ba'zi rayonlari islom jug'rafiyasiga qo'shildi. Undan keyin Hazrat Osman radhiyallohu anhu Dimashq valisi Muaviyaga buyruq qilib, qo'shin tashkillab, shu Dimashqning atrofidagi Rimga qarashliq bo'lgan ba'zi millatlarning hammasini urush ochib, islom jug'rafiyasiga qo'shishga buyruq qildi. Muaviya Hazrat Osmanning buyrug'i bilan atrofga urush ochib, Shamning atrofidagi butun rayonlarning hammasini islom jug'rafiyasiga qo'shdi. Islom jug'rafiyasida dengiz rayonlari ko'paygandan keyin Osman ibn Affan radhiyallohu anhu buyruq qilib, Misr va Suriyada tunji qatim 2 dengiz pilotini qurib chiqdi. Bu islom tarixidagi musulmonlarning tunji qurgan dengiz piloti. Milodiy 655-yili Hazrat Osman ibn Affanning buyrug'i bilan 2 dengiz piloti, ya'ni Misrdagi va Suriyadagi 2 islom dengiz piloti Phoenix atrofidagi dengizda Bizantiyaning, ya'ni Rimlarning dengiz piloti bilan urushib 500 kemilik Bizantiya dengiz pilotini mag'lub qilib, dengizdagi ustunlikni qo'lga keltirdi. Hazrat Osmanning davrida islom jug'rafiyasi nihoyat kengayib, giganlashib ketdi. Hazrat Osman sifqi yurish qilishini to'xtatib, ichiga markazlashdi, ya'ni ichini muqamlashtirishga markazlashdi. Urush to'xtagandan keyin ba'zi fitnalar maydonga keldi. Hazrat Osman radhiyallohu anhu nihoyat hayotchan kishi edi. Boshqalar qattiq gap qilishdan hayo qiladi. Bu sababdan ba'zi bir o'rinlarga o'zining tuqqanlarini vali qiladi. Masalan, Shamning valisi Muaviya Hazrat Osmanning tuqqani edi. Misrning valisi tuqqani edi. Mana bu sabablar tufayli ba'zi kishilar ig'vogarchilik qiladi. Ya'ni Hazrat Osman mansablarga o'zining tuqqanlarini qo'yib, mol dunyo to'plamoqchi deganga o'xshagan
o'xshagan o'sha fitnalarni paydo qilishga boshlaydi. Dastlabida kichik paydo qilingan bu ig'vo tadrijiy yo'g'inashga boshlaydi. Amaliyotda qarab qarag'an bo'lsak, Hazrat Osmon qarashli 40 valiylik bor edi. 40 valiylik ichida Hazrat Osmon radhiyallohu anhu faqat 6 valiylikqa o'zining tuqqanlarini qo'ygan edi. Lekin ig'vogarlar ana shu 6 valiylikqa markazlashib, Hazrat Osmonga hujum qilishga, uningga qarshi fikr to'plashga boshlaydi. Atrofdagi cho'ng sahobalar kelayotgan xatarni his qilib, Hazrat Osmonga ularga qattiq tadbir qo'llanishni talab qiladi. Lekin Hazrat Osmon ularga qattiq tadbir qo'llanmaydi. Fitna ig'vogarlik xuddi uchqunga o'xshaydi. U dastlabida o'chirilmasa, yo'g'inab keyin o'tqa aylanadi. Darvaqa vaqtning o'tishiga ergashib, Hazrat Osmon qarshi iqim xili g'oldab qoladi. Ba'zi rayonlarda Hazrat Osmon qarshi isyon ko'tarishga boshlaydi. Hazrat Osmon xalifalikni monopol qilib oldi. Shubhason degan gaplar iqib yurishga boshlaydi. Mana bu ig'vogarlar shu vaqtdagi islomning dushmanlari bo'lgan Parislar, Yahudilarga nihoyat yaxshi bir fursat yaratib beradi. Yahudi va Parislar va undan boshqa butun islom dushmanlari ana shu isyonchilarni qo'llaydi, ularning keyinda turadi va o't yoqadi. Natijada Misr va Iroqdan isyonchi bir to'p qo'shin haj qilgan qiyofatda Madinaga so'qinib kirib oladi va ushtum tut holda Hazrat Osmonning uyining atrofini qo'rshavga olib oladi va darhol Hazrat Osmonni tushpason degan talabni qo'yadi. Madinadagi sahobalar darhol tashkillanib, ularga hujum qilmoqchi bo'lganda Hazrat Osmon ularga urush qilmanglar, behuda qon to'kilmasin deb suhbat orqali, dialog orqali hal qilmoqchi bo'ladi. Hazrat Osmon ular bilan bir qancha qatim uchrashgan bo'lsa-mu, lekin ular qat'iy rad qilib, chuqum xalifalikni tushib berish kerak deb talab qiladi. Hazrat Ali vaziyatning keskinligini tunib yetib, Hazrat Osmon xat avatadi. Darhol bularga harbiy yurish qilmasak, bularni bostirmasak, bular sizni shahid qilib o'tishi mumkin. Bularning payli yomon turadi deydi. Lekin Hazrat Osmon behuda qon to'kilmasin deb ularga qarshi qattiq tadbir qo'llanmaydi. Hazrat Ali Hazrat Osmondan ansirab ikki o'g'lini Hazrat Osmonni qo'g'dashga avatadi. Hazrat Hasan va Hazrat Husayn dadasining talabi bo'yicha Hazrat Osmonni qo'g'daydi, uyining oldidan ketmaydi. Hazrat Osmon isyonchilar bilan ko'rishib, ularga masalani tushuntirib, ularni besiq turg'ili qopgan vaqtida ularning ichidagi munofiqlar, islomga haqiqiy o'ch kishilar ularga o't yiqib, ularni keyniga yondiradi. Ya'ni ularni Hazrat Osmon qarshi kuch ko'rsatadi. Natijada bir to'p qo'shin Hazrat Osmon Qur'on o'qiyotgan vaqtida uyga besib kirib, Hazrat Osmon fasayakfikahumulloh degan mushayat o'qiyotgan vaqtida Hazrat Osmonning keyindan tumir bilan ba'zi tarixiy manbalarda qilich bilan urib Hazrat Osmonni shahid qilib o'tadi. Ularni to'smoqchi bo'lgan Hazrat Osmonning ayoli Noilaning barmoqini kesib tashlab o'tadi. Shunday qilib payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning kuyovli Zunnurayn Hazrat Osmon mana shunday fojia bilan bag'iy isyonchilar tomonidan shahid qilinadi. Shunday qilib Hazrat Osmon 12 yillik xalifalik davrini oxirlashtirib, Hijriyaning 35-yili Zulhijja oyida, milodiy 656-yili 17-iyul shahid qilinadi. Bu vaqtda Hazrat Osmon 82 yoshda edi. Hazrat Osmon shahid bo'lgandan keyin cho'ng sahobalar maslahatlash orqali, kengash orqali Hazrat Osmonning o'rniga musulmonlarning xalifaligiga Hazrat Alini saylaydi. Hazrat Ali xalif bo'lgandan keyin eng avval vaziyatni tinchitish, isyonchilarni keyniga yondirish siyosatini qo'llanadi. Hazrat Osmonni o'ldirgan qotilni tepishni bo'lsa, keyniga kechiktiradi. Chunki vaziyat nihoyat jiddiy edi. Hazrat Osmonni kimning o'ldirganligi aniq emas edi. Shundaqla isyonchilarning soni nihoyat ko'p edi. Madinaning atrofida saqlab turayotgan isyonchilar taxminan 12 ming atrofida edi. Shuning uchun Hazrat Ali eng avval bu isyonchilarni keyniga yondirishimiz kerak deb isyonchilarni keyniga yondirish xizmatini boshlatadi. Hazrat Osmonning qissasining gapini qilmaydi. Bu ahvol Misr valisi Amr ibn Asni, Suriya valisi, ya'ni Sham valisi Muaviyani, cho'ng sahobalardan Zubayr ibn Avvomni, Talhat ibn Ubaydullohni norozi qiladi. Zubayr ibn Avvom, Talhat ibn Ubaydulloh Hazrat Aliga bay'at qiladi, lekin siyosatiga norozi bo'ladi. Oradan bir qancha oy o'tsa-mu, Hazrat Ali Osmonning qotilini tepish uchun plan tuzmaydi. Chunki vaziyat tinchimagan edi. Dimashqning valisi Muaviya texicha Hazrat Aliga bay'at bermagan edi. Chunki Muaviya men Aliga bay'at qilishim uchun chuqum Hazrat Ali Osmonning qotilini tepish kerak. Agar Osmonning qotilini tepib bermasa, men Hazrat Aliga bay'at bermayman deb turib oladi. Cho'ng sahobalar Hazrat Muaviya gap qilsa-mu, men Hazrat Aliga bay'at beraman, lekin Hazrat Ali menga Hazrat Osmonning qotilini tepib bersin deydi. Bu gapni anglagan Hazrat Ali Muaviyaning menga bunday shart qo'yish huquqi yo'q deb qaraydi. Hazrat Alining qashqi cho'ng sahobalardan Zubayr ibn Avvom, Talhat ibn Ubaydulloh qatorliq bu sahobalar Hazrat Osmonning qotilini biz topayli. Hazrat Ali hozir vaziyatni tinchitmasa bo'lmaydi. Buning uchun biz o'zimiz plan tuzaylik deb Makka qarab yo'lga chiqdi. Yo'lda hajdan qaytayotgan payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning ayoli, mu'minlarning onasi Hazrat Oysha bilan uchrashib bo'lgan ahvolni aytdi. Hazrat Oysha mo to'g'ri al bilan Hazrat Osmonning qotilini tepishimiz kerak deb Zubayr ibn Avvomga qo'shilib Madinaga bormay Makkaga qaytib ketdi. Va Makkada qanday qilib Hazrat Osmonning qotilini topamiz degan bu maslahatlar bo'ladi. Ularning atrofiga bir qancha kishilar to'plashadi. Shunda qilib Hazrat Oysha, Zubayr ibn Avvom, Talhat ibn Ubaydulloh qatorliq cho'ng sahobalar 5000 kishilik qo'shin bilan Makkadan Basraga, ya'ni Iroqning ma'lum bir shahriga qarab yo'lga chiqdi. Ular Basraga kelgan vaqtda isyonchi qo'shin ularni oldiga chiqdi. Ular u isyonchi qo'shin bilan urushdi. Bu urushda Hazrat Oysha qo'shini g'alaba qildi. Ya'ni isyonchi qo'shinning nurg'unlarini o'ldirdi. Basradagi nurg'unlagan Hazrat Osmonning tarafdorlari bo'lgan kishilar, ya'ni Hazrat Osmonning qotilini topsa qoladi degan kishilar Hazrat Oyshaning qo'shiniga qo'shildi. Shunda qilib Hazrat Oyshaning qo'shini xeyli cho'ng bir qo'shinga aylandi. Bu urush, ya'ni
Hazreti Ayşe'nin tunji qatim bo'lgan bu urushi kichik tugi urushi, ya'ni Jamal Sughra deb ataladi. Hazreti Ayşe, Hazreti Zubayr ibn Avvam, Hazreti Talhat ibn Ubaydullah qatorliq bu sahobalarning qo'shin boshlab Basraga borganligi va u yerda urush qilganligini anglagan Hazreti Ali, ya'ni Madinadagi xalifa nihoyat xafa bo'ladi. Shundaqla Hazreti Ali bu bo'linishga sabab bo'ladi, ig'vorchilarga fursat yaratib turadi deb qaraydi. Darvaqa uzun o'tmay Hazreti Ayşe, Zubayr ibn Avvam, Talhat ibn Ubaydullah Hazreti Aliga qarshi chiqibdi, o'ldim bo'linib chiqibdi degan bu ig'vo tarqaladi. Bu ig'volarni anglagan Hazreti Ali masalani oydinlashtirish uchun qo'shin boshlab Kufaga qarab mangadi. Ya'ni Basraga emas, chunki Hazreti Ayşe qo'shini Basrada edi. Hazreti Alining maqsadi urush qilish emas edi. Hazreti Ali va qo'shini Kufaga kelgandan keyin Qaqoq ibn Amr, Miqdod ibn Aswadni elchi qilib Hazreti Ayşe'ga avatadi. Ular Zubayr ibn Avvam, Talhat ibn Ubaydullah va Hazreti Ayşe bilan paranlashgandan keyin ularning maqsadi faqat qotil tepish ekanligini biladi va ularga Hazreti Ali bu ishni chuqum qiladi. Ya'ni Hazreti Osmonning qotilini topadi, lekin vaziyat hozir ko'tirmaydi. Vaziyatni tinchitgandan keyin chuqum buni qiladi deb Hazreti Alining chuqum Hazreti Osmonning qisosini oldiganligi, qotilni topildiganligiga qoyil qiladi va va'da beradi. Shunda qilib Hazreti Ayşe, Zubayr ibn Avvam va Talhat ibn Ubaydullah qo'shini bilan Hazreti Ali o'tirisida sulh tuziladi. Ya'ni Hazreti Ayşe qo'shini yandirib ketadiganga, Hazreti Ali chuqum Osmonning qisosini oldiganga, qotilni topadiganligiga va'da beradi. Shunda qilib ikki tarafdagi qo'shin tinchish qarab mangadi. Lekin musulmonlarning tinchligi, birlashishi munofiqlarni nihoyat bearam qiladi. Hazreti Ayşening qo'shiniga Iroqqa kelgandan keyin, ya'ni Basraga kelgandan keyin ba'zi munofiqlar musulmonlarga o'chmanlikka bo'lgan din dushmanlari, islom dushmanlari kirib olgan edi. Chunki ular o't yaqish orqali, ig'vo tarqitish orqali ikki qo'shinning urushishini, qon to'kishini to'rt ko'z bilan kutyotdi. Lekin o'ylamag'an yerdan bu ikki qo'shin kelishib qilish, birlashib qilish oldida turibdi. Shuning uchun ular jiddiy yig'inib, bu ikki qo'shin birlashib qolsa bo'lmaydi. Chuqum bir ish qilishimiz kerak deydi. Ularning kattibashi bo'lsa, butun tarixiy kitoblarning ittifoq bilan Abdullah ibn Saba ismli yolg'ondan musulmon bo'lib olgan Yahudi edi. U maxfiy odam urunlashtirib, kechada Hazreti Ayşening qo'shiniga hujum qiladi. Shundaqla nurg'ulg'an odamlarni o'ldiradi. Keyinda uning odamlari g'adar. Bizni Hazreti Ali aldabdi, bizga xiyonat qildi, sulh tuzib bo'lib bizga hujum qildi deb vaqiraydi. Nimish bo'lganini bilmagan qo'shin Hazreti Ali bizni aldabdi deb o'ylab qilib Hazreti Alining qo'shiniga hujum qiladi. Shunda qilib ikki musulmonlar qo'shini o'tirisida shiddatli urush boshlanib ketadi. Hazreti Ali kechada uxlayotgan bo'lib, qilich ovozidan uyg'onadi. Zubayr ibn Avvam qilich ovozini anglab, "Nim bo'lgandi?" deb sirtqa chiqib qarab, Hazreti Ali qo'shini bilan ikki qo'shinning urushayotganligini ko'rib, "Men bundoq urushga kirmayman" deb qilichni tashlab boshqa shaharga qarab yo'lga chiqadi. Talhat ibn Ubaydullah bo'lsa, bu urushni tinchitish uchun to'xtanglar deb maydonda tirib-tirpan bo'lib ketadi. Hazreti Ayşe mu kajusning ichida, tugusning ichida turib, kishilarni tinchitish uchun shunchalik tirishadi. Hazreti Ayşening tugusining atrofida ikki qo'shin qaynab ketadi. Abdullah ibn Saba boshchiligidagi munofiqlar bu urushda nihoyat muhim rol o'ynaydi. Zubayr ibn Avvamning chekinib ketganligini ko'rib, uningga odam urunlashtirib, uni yo'lda shahid qilib o'tadi. Talhat ibn Ubaydullahga majhul, nerdan etilganlik uqulmaydigan bir o'q yo tegib, naq maydonda yaralanib, oxiri shahid bo'ladi. Shunda qilib Rasulullohning eng chong sahobalari bo'lgan Talhat ibn Ubaydullah, Zubayr ibn Avvam bu urushda shahid bo'ladi. Hazreti Ayşening tugusini tutayotgan odamga o'q tegib, u odam shahid bo'ladi. Yana bir sahoba tutsa, uning o'q tegib, u shahid bo'ladi. Oxiri Hazreti Ayşening tugus o'q tegib, tugi yiqiladi. Hazreti Ayşening yerga yiqilishi bilan urush to'xtaydi. Shunda qilib bu urushda Hazreti Ali ustunlikni egallaydi, nurg'un musulmonlarning qini to'kiladi. Hazreti Ali bu urushda g'alaba qilgandan keyin bu urushda hech qanday g'animat ilinmaydi. Asra ilinmaydi deb buyruq tushirdi. Shundaqla Hazreti Ayşe'ga ikki o'g'li Hasan Husaynni hamroh qilib Madinaga yo'lga sap qo'ydi. Bu urush Hijriya 36-yili, milodiy 656-yili yuz bergan bo'lib, musulmonlarning qalbida o'chmas yara qo'ygan tugi urushi deb atalgan urush. Nima uchun bu urush Jamal urushi, ya'ni tugi urushi deb ataldi deganda, bu urush Hazreti Ayşe'ning atrofida, ya'ni tugisining atrofida qaynagan edi. Shunda qilib Hazreti Ayşe Madinaga qaytib, uningdan keyin hech qanday siyosat ishiga aralashmaydi. Shundaqla bu urush uning qalbini dağılğan bo'lib, bu urush tilga ilinsa o'zini tutamay yig'lab ketadi. Hazreti Ali mo Talhat ibn Ubaydullohning shahid bo'lganligini ko'rib, uni quchqiga ilib yig'lab ketdi. Kashki men bundan 20 yil ilgari o'lib ketgan bo'lsam-chi, bu kunlarni ko'migan bo'lsam-chi deb ketdi. Qarab qolgan bo'lsak, musulmonlarning orasidagi azroqli ixtilof dushmanlarga, munofiqlarga mana shunday fursat yaratib beradi. Oxirida ziyon tortadigan yana musulmonlar bo'ladi. Her ikkili tarafda qarshi tarafga kuch ko'rsatadigan, o't yoqadigan munofiqlar bo'ladi. Ular xuddi sodiq odamdek ko'rinadi. Shuning uchun biz bu voqealardan ibrat olib, musulmonlar har vaqt sezgi bo'lishimiz kerak. Jamal fojiasidan keyin Hazreti Ayşening atrofiga to'plangan kishilar tarab ketadi. Hazreti Ayşe bo'lsa Madinaga berib o'rinlashadi. Lekin Shamning valisi Muaviya texicha Hazreti Aliga bay'at bermagan edi. Hazreti Ali islom dunyosining poytaxtini Madinadan Kufaga o'tkazdi. Chunki u vaqt islom dunyosida kengayib ketgan bo'lib, Madina islom dunyosining bir tarafida qolgan edi. Hazreti Ali islom dunyosining poytaxtini Kufaga o'tkazish orqali o'ttirga o'tkazdi. Chunki xat avatish berib kelishda oson bo'lsin uchun. Hazreti Ali Kufaga o'tkazib bo'lgandan keyin Muaviyaga qayt xat avatdi. Bay'at qilish
haqida. Ammo Muaviya Hazrat Ali menga Osmonning qotilini topshirib bergan kunisi men Aliga bay'at beraman, bo'lmasa bay'at bermayman degan gapida ching turib oladi. Hazrat Ali parchalash oltirgan islom dunyosini birlik keltirish uchun 100 ming kishilik qo'shin bilan Muaviyaga yurish qiladi. Muaviya uning qarashi 70 ming kishilik qo'shin bilan uning oldiga chiqadi. Bu ikki musulmonlar qo'shini Siffin degan joyda uchrashadi. Milodiy 657-yili bu ikki musulmonlar qo'shini shiddatli urushga kiradi. Urush 3 kun davomlashib nurg'unlagan musulmonlar shahid bo'ladi. Oxirida Muaviya qo'shini mag'lubiyat qarab mangadi. Mag'lubiyat yuzlanganini bilgan Amr ibn As, ya'ni Muaviyaning qo'mondoni, darhol Qur'onni kallasiga qilib bizga Qur'on hukm qilsin, biz sulhilashaylik, Qur'onning hukmi kelaylik deydi. Hazrat Ali atrofidagi kishilar qo'shilmasami bo'ladi, Qur'on kelaylik, sulhilashaylik, qon to'kmaylik deb urushni to'xtatadi. Bo'lmasa Hazrat Ali oldibron ularni mag'lub qilib, ularni bo'ysundirgan bo'ladi. Lekin qon to'kilmasin deb sulhiga keladi. Shunda qilib ikki tarafdagi 3 kun davomlashgan urush to'xtaydi. Ular har ikki tarafdan odam chiqarayli, shu chiqargan odamimiz bizga hukm qilsin, shuni hukmiga bo'ysunaylik degan qarorga keladi. Shunda qilib Hazrat Ali tarafidan Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhu va shuning bilan birga 10 necha odam chiqadi. Muaviya radhiyallohu anhu tarafidan Amr ibn As boshchiligida 10 necha odam chiqadi. Har ikki tarafdan chiqqan hukm qiluvchilar birga kelib bu masalani qanday qilish haqida maslahatlashadi. Ular uzun maslahatlashgandan keyin hozirgi jiddiy paytda qandaqlam hukm chiqarmayli, har ikkala tarafni besiq turg'ili bo'lmaydi. Shuning uchun biz 6 oydan keyin Ramazon oyida hukm chiqaraylik. 6 oygacha bularning qani sug'iydi, tinjiydi. Agar biz Ramazonda birga kelamisak, kelari yil Ramazonda ko'rishaylik degan hukmni chiqaradi. Bu hukm chiqqandan keyin har ikki taraf qo'shiladi, har ikki taraf keyiniga qaytadi. Shundaqla har ikki taraf qo'lga tushirgan g'animat va asirlarni qo'yib o'tadi. Shunda qilib bu ikki musulmon qo'shini Siffin urushidan keyin har ikkilisi tinjiydi. Lekin Hazrat Alining qo'shinidagi bir bo'lak qori, namozgo'y kishilar Hazrat Ali xato qildi. Chunki Muaviya Hazrat Alidek bir xalifaga qarshi chiqib dindan chiqqan. U kofir bo'lgan. Kofir bo'lganlik uchun uning urush qilgan. Biz uning urush qilib, uni g'animat olsak, g'animatni bizga ishlatib qo'ymadik. Qo'yib o'tinglar dedi. Ya'ni g'animat ilishni chekildi. Bu birinchi xatoligi. Ikkinchi xatoligi Hazrat Ali Muaviya bilan kelishdi. Sulhiga keldi. Asli Muaviya kofir bo'lgandan keyin sulhiga kelish xato. Chunki Qur'on Karimda faqatilul lati tabghi hatta tafiya ila amrillah. O bag'i, isyanchi qo'shin qarshi urush qilinglar degan. Muaviya isyanchi. Uning qarshi urush qilishimiz kerak. Uning qarshi urush qilmaslik bir jinoyat, kufrlik deydi. Shundaqla sulhida Hazrat Ali o'zini Amirul Mu'minin desa, qarshi taraf Amirul Mu'mininni yozmaysizlar desa, Hazrat Ali bunga qo'shildi. Agar Hazrat Ali Amirul Mu'minin, mu'minlarning amiri bo'lmasa, u kofirlarning amirimi. Hazrat Ali mana shu 3 nuqtada xatolashdi. Shuning uchun Hazrat Ali kofir bo'ldi. Muaviya Allah burun kofirlab bo'lgan, hozir har ikkisi kofirlab bo'ldi deb ayrilib chiqdi. Bularning soni 10 mingdan ortiq. Mana bular islom dunyosidagi tunji xavorijlarning maydonga kelishi. Xavorijlar degan gap chiqquvchilar degan gap, ya'ni sabtdan ayrilib chiqquvchilar. Mana bu shu xavorijlar, ya'ni sabtdan ayrilguvchilar Hazrat Ali va Muaviya har ikkilisini kofirga chiqarib, la hukma illa lillah, hukm faqat Allohga. Ikki odam chiqib hukm qilsa, u hisob emas, Qur'on hukm qiladi deb mushuni bahona qilib nurg'ulgan ig'vo taqtidi va sabtdan ayrilib ayrim bir guruh shakllantiradi. Hazrat Ali ibn Abbas radhiyallohu anhu ularning qishiga avatdi. Ibn Abbas radhiyallohu anhu ular bilan paranglashgandan keyin sizlar norozi bo'lgan, xato deb qaragan birinchi ishga kelsak, ya'ni g'animatlarni olmaslik, asrlarni quyitish masalasiga kelsak, u asrlar ichida Hazrat Aisha bor. Hazrat Aisha mu'minlarning onasi. Agar sizlar mu'minlarning onasini asr olsak bo'ladi yoki asr elish to'g'ri deb qarasanglar, sizlar kofir bo'lib ketasizlar. Ikkinchi masalaga kelsak, ya'ni bizga Qur'on hukm qiladi, odam hukm qilsa bo'lmaydi desanglar, mana Qur'on bizga hukm qilsin deydi. Ular bu qog'oz tursa, qanday hukm qildi deydi. Ibn Abbas radhiyallohu anhu dal shunga o'xshash Qur'on o'zi hukm qilmaydi. Qur'onga tayinib turib odam hukm qiladi. Alloh taolo turmush masalasida, ya'ni kelishilmasa xotin har ikki tarafdan odam chiqib hukm qilsa bo'ladi degan. Bu qon to'kiladigan masala, turmushdimi cho'ng masala tursa, buningda ikki tarafdan odam chiqib hukm qilsa, nima ish qilib bo'lmaydi deydi. Üçüncü gapingizga kelsak, Hazrat Ali, ular Hazrat Alininki Amirul Mu'minin deb yozishga rozi bo'lmagandan keyin Amirul Mu'minin, mu'minlarning amiri degan xatni o'chiribdi deysizlar. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Hudaybiya sulhisida Rasululloh degan xatni o'chirishga ma'qul bo'lgan. Buning oldida mu'minlarning amiri degan qanchalik gapdi deb ularning har bir iddaosiga bir-birlab tushuncha beradi. Ibn Abbas radhiyallohu anhuning ilmga to'shgan ilmiy bundaq gaplarni olgandan keyin bu xabarijlarning yerimi qaytib keladi. Ya'ni Hazrat Alining qo'shini qaytib keladi. Ammo yerimi bo'lsa jahillik bilan qolib qoladi. Hazrat Ali ularga bir qancha qatim odam avatib, ularni bir qancha qatim qaytib kelishga da'vat qilgan bo'lsa-mu, qat'iy unamaydi. Shundaqla har ikkilisi qarta urush echish farz, har ikkilisi murtad deb qaraydi. Hazrat Ali ularning bu aqidasiga qarshi ularga urush echib, 6000 xavorijning hammasini degudek o'ltirib, ularni bostirdi. Lekin ba'zilari qochib ketdi. Chunki bular Hazrat Aliga qarshi chiqib qolmay, aqida jihatda har ikkilisini kufr sanagan edi. Hazrat Ali xutba o'qiyotgan vaqtida Hazrat Ali Qur'on bilan hukm qilmaydi. Odamni hukm qildiradi. La hukma illa lillah. Hukm faqat Alloh xos degan bu davoni
bu iddiani ko'tarib chiqqan Hazreti Ali bu yerda nihoyat mashhur bir gapni qiladi. Kalimatun haq yuradu bihal batil. Ularning degan bu gapi, ya'ni la hukma illa lillah, hukm faqat Alloh xos degan gap haqiqat gap, lekin ular yomonni, ya'ni xatoni maqsad qilyotdi bu gap orqali deb kishilarga tushuntiradi. Shunda qilib Hazreti Ali Muaviya bilan sulhlashgandan keyin Kufaga qaytib keladi. Mushundaq Hazreti Ali bilan Muaviyaning o'rtasida siyosiy to'qinish bo'lgan paytda Rimning podshohi Muaviyaga xat abatdi va Muaviyaga: "Ey Muaviya, sen bilan Alining o'rtasida bo'lgan ishni angladim. Agar xohlasang men sana shundaq bir qo'shin avatayki, u qo'shinning beshi sening sarayingda, oxirisi mening sarayimda bo'ladi. Ya'ni ana shundaq zo'r shaklda qo'shin avatma. U qo'shin Alining kallasini kesib sana hadiya qilsin" deydi. Mana ichki to'qinish kirgan vaqtda tashqi dushman uningdan foydalanishni o'ylaydi. Ammo Muaviya bir sahobiy edi, aqlli bir dahi edi. Muaviya bu xatni o'qigandan keyin shu xatning keyniga: "Ey Rim ishti, angla. Ikki qarindosh urushib qoladi. Buning sening nima koring? Sen buningga aralashma. Agar bunda qovushingni bundan keyin yana qilsang, men sana shundaq bir qo'shin avatamanki, u qo'shinning beshi sening sarayingda, oxirisi mening sarayimda bo'ladi. U qo'shin sening kallangni kesib, sening kallangni Aliga hadiya qiladi." Demek Hazreti Muaviya mana bu shundaq siyosiy to'qinishga kirgan bo'lsa-mu, ijtihodda xato ketgan bo'lsa-mu, lekin tashqi dushman qarta nihoyat sezgu, aqlli edi. Shunda qilib Hazreti Muaviya bilan Hazreti Ali o'rtasidagi bu siyosiy to'qinish vaqtincha to'xtagan bo'ladi. Lekin xavarijlarningki Hazreti Aliga bo'lgan o'chmanligi, Muaviyaga bo'lgan dushmanligi hech besiqmagan edi. Ular har tarafga kirib, har ikkilisi kofir bo'lib ketdi degan mush aqidani taqidi. Shundaqlar bular nihoyat puxta plan tuzib 3 odamni o'ldirib o'tish kerak deb qaraydi. Birisi Hazreti Alini, yana birisi Muaviyani, yana birisi Amr ibn As. 3 kishini o'ldirib etmasak bo'lmaydi, bular murtad bo'ldi deb plan tuzib 3 yerga, ya'ni Misrga Amr ibn As o'ldirish uchun, Shamga Muaviyani o'ldirish uchun, Kufaga Hazreti Alini o'ldirish uchun odam yo'llaydi xavarijlar. Amr ibn Asni va Muaviyani o'ldirish uchun yo'lga chiqqan xavarij mag'lub bo'ladi. Ammo Hazreti Alini o'ldirish uchun yo'lga chiqqan xavarij Abdurrahman ibn Muljim Kufaga yetib kelib, Hazreti Ali at deganda bombatdan burun o'rnida turib, kishilarni bombatga uyg'otayotgan paytda kechida keyindan beshiga xanjar urib shahid qilib o'tadi. Shunday qilib Hazreti Ali 63 yoshida shahid bo'lib, to'g'ri yo'lda mangan xalifa, ya'ni saodat davridagi Qur'on hadisning o'lchamiga to'liq tushadigan xalifalik davri oxirlashadi. Qarab qolgan bo'lsa, xavarijlarning, ya'ni o'zini musulmon deydigan, ammo musulmonlarni kofirga chiqaradigan bu dovzax itlarninki musulmonlarga sog'an zini Hazreti Alidan boshlanib bugun qadar to'xtab qolgani yo'q. Hazreti Ali xavarij Abdurrahman ibn Muljimning xanjar bilan shahid bo'lgandan keyin bu musulmonlarning xalifaligiga kim saylanadi? Islom dunyosi parchalanib ketamdi. Undan keyin qaysi davr maydonga keladi? Hazreti Alining ikki o'g'li Hasan Husayn qanday qismatlarga duchor bo'ladi? Bu haqda kitoblar aloqasi sana diqqatinglar kelarki dersimizde bo'lsin. Lar bisib üzülmedi bu karvan, Toğulmaqda Həmzə kəbi həm arsılan, Düşmən gəlsə şiddət bilən səl bolub, əsləb olsun Ahzab günü yadımda.